Assalomu alaykum, hurmatli Romawood YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlarga navbatdagi loyihamiz, ya'ni Bekzod aka avtobloger xonadonlariga biz yog'och zinani buyurtma asosida yasab berganmiz. Hozir sizlarga mana shu xonadonda biz yasagan yog'och zinamizni to'liq obzor qilib ko'rsatamiz. Ichkariga kiramiz. Mana hovli kichkinagina, ya'ni kichkina yer maydoniga qurilgan xonadonlari. O'sha 3 turingdan iborat -1 birinchi qavat va ikkinchi qavat. Va biz mana eshikdan 10 qo'lda kirishda yog'och zina yasab berganmiz. O'zi bizning do'konga ham kelib, obyektlarimizni ham borib ko'rdilar. Buyurtma qilishdan oldin fason tanlayotganda ham har xil fasonlarni ko'rsatdik. Mana bu balasina stoykalar bo'yicha. Abdulaziz menga aynan mana shu format kerak dedilar, yoqib dedilar, 4 burchak format. Xuddi amerikanskiy uylarni zinalariga o'xshab chiqargan deb aytganlari uchun biz ham akamizning xonadonlariga aynan mana shu fasonda zinani to'liq bitirib berdik. Endi bir chetdan obzor qilishni boshlaydigan bo'lsak, hozir biz birinchi qavatdan pastki -1 qavatga tushamiz. E'tibor beringlar. Oyoqlarni yechgan holatda tushamiz. Bizani zina ustunovka bo'lgandan keyin qanaqadir ustalar ishlaydigan bo'lsa ham, ulardan so'rab qolamiz har doim oyoqni yechgan holatda tushishi, chunki bu birovning mehnati va birovning xonadoni bo'lgani uchun ko'chib ko'ringuncha yangi holatda saqlanishi kerak. Mana ko'rishingiz mumkin. Zinalarimizni yaxlit holatda bo'ladi, yog'ochi. Bu bizani sendvich texnologiya deyiladi. Hozir men qo'shimcha kadrlarni sizlarga chiqarib qo'yaman. Ustida yaxlit yog'och bo'ladi. Oldinlari yog'och, tegi qismida bo'lsa, endi to'kida yog'och formatda kombinatsiya qilish mumkin. Mana perilolari ham to'liq yog'och bo'lgan. Buni qayerdan bilamiz? Mana usti qanday yog'och holatda bo'lsa, zinani tagidan qaragan bo'lsak ham, mana ko'rasizlar, teglari to'liq yog'och holatda bo'ladi. Hech qanaqa shifon yopishtirilmagan perilolarning ustiga. Asosiy bu zinamizning fishkasi aynan mana shu teksturasi yaxlit tushishi va hech qanaqa uloq bo'lmasligi stupenkani ustida. Hozir bu yerda mana P obrazniy bo'lib tushgan ekan zina. To'liq. Mana o'zingizlar ko'ryapsizlar qanaqangi vidda bo'lganini. Mana hozir yana birinchi qavatga qaytdik. Endi ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, bu ancha yorug' bo'lganiga yaxshi ko'rinadi. Qayrag'och yog'ochda zo'r plusi, yong'oq yog'ochda chiqmaydigan g'adir-budir teksturalar qayrag'ochda shunaqangi zo'r ko'rinib chiqib turadi. Mana hozir o'ng tomonda oyna joylashgan. Oyna katta bo'lmagani uchun va ochiladigan bo'lgani uchun biz bu botga qo'shimcha ограждение qo'ymaganmiz, ya'ni perila balasini. Mana bu stupenkani o'zini ozgina uzaytirib qo'yganmiz. Bolalar tushib ketmaydigan darajada bemalol bu yerdan qo'lni tiqib, oynani artib harakat qilish mumkin. Hech qanaqa xalaqit bermaydi. Xullas, endi yana davom etamiz. Mana ko'ryapsizlar, qanaqa vidda zina ko'rinayotganini. Devorlarda mana hozirgi trenddagi bambuk panellardan foydalangan ekanlar. Bu to'qroq bo'lgan, bu sal ochroq bo'lgan. O'shanda zina bilan mana bu narsa umumiy kirishib ketmaydi. Zina umumiy uydan ajralib, yaxlit bo'lib, chiroyli ko'rinib turadi. Va keyin bu zinada hammasiga mana podsvetkaga zinalarga joylar tashlab ketilgan. Mana hammasini uchida shunaqa simlar chiqib turibdi. Hozir biz endi ikkinchi qavatdamiz. Bu ikkinchi qavatda bo'lsa, ограждение qismi bor. Bu yoq ham to'liq qayrag'och yog'ochdan yasaldi. Bu yerda yana bitta fishkani sizlarga tushuntirib ketdik. Qayrag'och yog'ochi, mana ko'rasiz balasinalarni shunaqangi g'adir-budir o'zini teksturasi bor, ya'ni daraxt teksturasi. Xuddi mana bu perilada qanaqa ko'rinayotgan bo'lsa, stupenkaning jigarrang joyida qanaqa ko'rinayotgan bo'lsa, balasina stoykalarda ham oq bo'lib shunaqa ko'rinib turadi. Agarda sizga mana shu ko'rsatgan zinapoylarimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmanglar va kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqangi bitirayotgan loyihalarimizni doimiy ravishda obzor qilib boramiz va sizni ham xonadoningizga buyurtma asosida zinapoylarni yasab berishimiz mumkin. Pastda telefon nomerlarini yozib qoldirdik. Aloqaga chiqsanglar bo'ldi. Sizlar bilan Xudo xolisa birga ishlaymiz.